Sen necha yoshdasiz endi? Men aka 21 yoshdaman. 21 yoshdan. Necha yildan beri qo'y boqib kelasiz? Qiziqish bor. Realni bo'lsin? Realni bo'lsin. 70 kilo bug'doy. 70 kilo bug'doy, 5 kilo qattiq non. Assalomu alaykum Faxriddin Uz kanalining obunachilari, YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Akalar, bugungi video syomkamizda uy sharoitida qo'y boqish haqida bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rib, bitta-bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Hozirda biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'idan Qobiljon ukamizni xonadonlariga keldik. Mana bu yerda boqilyapti turgan qo'ylar bor ekan. Bular qachondan beri boqilyapti? Kuniga qanchadan yem yeydi? Oyiga qanchadan daromad qiladi? Shu haqida ma'lumotlarni ukamizni o'zlaridan chiroyli qilib olib berishga harakat qilamiz. Videolarimiz yoqsa bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Bugun hafta kuniga seshanba 21-oktyabr. Bu yog'ida bo'lmasa Qobiljon do'stlar. Assalomu alaykum. Qobiljon, mazangiz yaxshimi? Rahmat. Aka, bugungi syomkamiz qo'y haqida bo'ladi. Qo'y boqish haqida bo'ladi aka. Foydali tomon, ziyon tomoni aka. Shunga bilgan ma'lumotlaringizni biz bilgan ma'lumotni beramiz qo'limizdan kelganicha. Qo'ldan kelgancha. Ha aka, xudo xolasa bu yog'ida bu qozonni videoga oling. Bu 300 litrli qozon. Demak, birinchi yemimizdan boshlayganmizda. Birinchi yemimizdan boshlaymiz aka. Gap yo'q. Xo'p, bu qozonimiz nechta litrli endi? 300 litrli qozon. Bunga biz soladigan narsamiz aka. Hop. 70 kilo bug'doy solamiz. 70 kilo bug'doy, bug'doyni ham 3000 so'mga olib qo'ydik biz. Hop. Bug'doyni ham 3000 so'mga olib qo'ydik. 70 kilo bug'doy, hop. 5 kilo non. 5 kilo non. Qattiq non. Qattiq non 75 kilo bo'lyapti, to'g'rimi? Kilosiga. Kilosiga. Bunga qo'shadigan narsamiz biz 2 litr suv qo'yamiz aka. 2 litr suv quyib, bizni mashinchalik bo'lib tosharmish qaynab. Demak, o'zi qaynagan sari ko'payib ketaveradi bu jonivor. Ko'payib boraveradi. Ha, ko'payib ketaveradi bular. O'zidan o'zi ko'payib, pishgan sari yollib zo'r bo'lib boraveradi aka. Bu endi shu o'rinda bitta savol. Bu endi nechta qo'yga yetadi? Bu aka 40 ta qo'yimiz bor bizni. 40 ta qo'yimiz buni 2 mahal yeydi. 40 ta qo'yga 2 mahalga beriladi. 2 mahal emas, adashib ketdim. 2 kunga yetadi. Ya'ni 4 mahalga. 4 mahalga. Ertalab kechqurun, ertalab kechqurun. Kun ora. 2 kun xotirjam 2 kun yeydi aka. Qo'yga yetaverar ekan. 40 ta qo'y yeydi. Mana bunga yoqilayotgan yoqilg'ilar mana aka o'zini o'sha qiya, o'zidan qo'ydi, o'zidan chiqqan narsasi. Jonivorlar shuni qotirib, biz buni ko'chiramiz-da. Biz buni ko'chirib yozda quritamiz. Qishda qishga shu hosil yig'ib uni qilamiz deydi-yu. Demak, o'tini o'zidan chiqaverar ekan. O'zidan qo'ydi, o'zidan chiqadi bu narsa. Biz buni pulga sotib olmaymiz aka. Qobiljon, endi shu o'rinda bitta savol. Shu 300 litrli qozonimizdagi yem nech pulga tayyor bo'ladi? Puli biz bug'doyda aka 3000 so'mligida olganmiz. 3000 so'mligida olingan. Endi biz hozir olgan narsani hisoblaymiz-da, to'g'rimi? Realni bo'lsin? Realni bo'lsin. 70 kilo bug'doy. 70 kilo bug'doy, 5 kilo qattiq non deyapsiz. 210 ming bo'ladi, to'g'rimi? 210 ming so'm. 5 kilo qattiq non. Hop, 3000 so'mdan 15 ming bo'ladi. Demak, 225 ming so'mga ichidagi yem 225 ming so'mga tayyor bo'lyapti bu narsa. 2 kunlik. 2 kunlik narsa 225 ming so'mga tayyor bo'lyapti. Buni 40 ta qo'yga 4 ga chachib bersa, shunda bitta qo'yga kuniga nech puldan to'g'ri keladi? Shunda bitta qo'yda aka eshitib turing. 3800 so'm 4000 dan yegan taqdirda ham aka oyga 120 ming pul yeydi bitta qo'y. Har bitta qo'y. Har bitta qo'y 120 ming pul yeydi aka. Demak, akalar 40 ta qo'yda hisoblagan taqdirda 4800 ming yeydi aka. Bir oyiga. Bir oyiga 40 ta qo'y, ha. Bir oyiga 4800 ming yegan taqdirda ham biz sog'liq bo'lmaymiz aka, biz qo'chqor boqamiz. Biz ilgari ota-bobomamiz shu qo'chqor boqib kelgan, biz ham qo'chqor boqamiz aka. Sir bo'lmasa necha yoshdasiz endi? Men aka 21 yoshdaman. 21 yoshdan. Necha yildan beri qo'y boqib kelasiz? Qiziqish bor. 2014 dan beri shu qo'yga kirganmiz aka. 2014 dan beri 2014-yildan beri qo'y boqib, qo'y sotib yuramiz. Qo'y boqib videoga chiqaramiz-ku aka. Bizni ko'p tanisa ham kerak. Shu videoga chiqargan qo'ylar sotib, siz ham kech bo'lgach keldingiz, mana bir qo'ylarni bir ko'rsataylik sizga deb obunachilaringizni ilinaydi-da aka, da xolos. Gap yo'q, lekin akalar yemlarda ko'p ma'lumotni bilmasak ham shu 21 yillik shu narsani bilamiz. Qo'ldan kelgancha, yosh bo'lsangiz ham endi oson emas lekin o'zi. To'g'risi gap aka, o'zi o'zicha hayajon bo'lyapti. To'g'risi gap. Kunimizga ham sal kech qolib ketdi. Endi obunachilarga foydali video bo'lsin deb. To'y qilsang ham qo'y so'y, qurbonlik qilsang ham qo'y so'y, marakaga ham qo'y so'y, ehsonga ham qo'y so'y deydi-yu. Gap yo'q. Aka, endi siz bunday qo'ylardan ko'rsating, hashaklarni ko'rsating,
Mana biz bu hashaklarimiz. Mana. Bu yerda hashaklar ekanda. Somon bilan moshpiriz. Drablikadan chiqqani. Ha. Endi gapni eshitib turing. Bizning rejimimiz biz yemdan keyin hashak bermaymiz. Aka. Biz faqat abitda hashak beramiz. Abitda. Faqat abitda beriladi. Abi yemdan keyin hashak bersa biz shu kattalar shuni urganib tarbiya olganmiz, biz shunday bo'lib. Biz yemdan keyin hashak bersa o'lim shu axlatga chiqarib yuboradi deyishadi. Biz shu kattalar gapiga quloq solib, faqat abitda beramiz aka. Abitda beriladi. Ha, endi ba'zida qo'ylar ko'rsating jonivorlar. Bu yog'ida o'sha qirg'da hammasi qo'shqormi buni? Hammasi qo'shqor aka, Qirg'izistondan olganmiz. Bular endi qachondan beri boqilyapti? Aka 27 ya 28 avgust kuni olganmiz qo'ylarni. 1-sentyabr kuni shu bo'lgan miqdorda jullarni olib, 1-sentyabr kuni pishirib yem yeyishni boshlagan qo'ylar. 1-sentyabrdan bu yog'iga yem yeyib kelyapti. Faqat pishirilgan yem berilgan endi. O'sha paytda 3.250 mingdanmi, 3.280 mingdanmi to'g'ri kelar aka. Shu 10 ming dollarga olganmiz-da 40 tasini. Xudoga shukr, bir yerda patariya bo'lmadi aka. O'ldimetdi bo'lmadi. Ukollarni qilyapmiz aka. Ukol dori, vaksinalar 10 o'rnida bo'lyapti. Qobiljon, shu o'rinda bitta savol. Birinchi qo'y boqishda nechtadan boshlagansiz? Birinchi qo'y boqishimizda aka 14 ta, 13 ta qo'y boqqanmiz-da. 14 ta qo'y boqib, endi sekin-sekin qo'shib kelyapmiz aka. Birinchi 14 tadan boshlangan. Ha, birinchi 14 tadan boshlagan. 14 ta qo'y olganmiz o'sha paytda 325 mingdanmi, 330 mingdan qo'y olganmiz. O'sha men kichkina bola edim. Shundan bilan qo'yga qarab kelaman aka. Gap yo'q. Dori-ko'llari endi necha kunda bir bo'lyapti? Dori-ko'llari har hafta qilamiz aka biz. Har hafta doktor ko'rigida o'tadi bular. Har hafta doktor ko'rigida o'tmaydi. O'zimiz doktorimiz bularga. Aka, o'zimiz qilamiz. Botosor degan ukoldan qilamiz aka. Har hafta, har yakshanba bozordan kelgandan keyin har kechki payt shu shom mahalda qilamiz. Botisormi? Body force degan ukoldan qilamiz aka. Demak, o'zingiz ham doktorsiz. Ha, o'zimiz qo'ylarga qarab, kasal aybi bo'lsa, bilaveramiz aka qo'yni. Tajriba bor. Ha, tajriba bor. Qo'y kasal bo'lib qolsa, bu qo'y kasal nima bo'lyapti deb oldiga borib bir isitma chiqishi mumkin qo'yga aka. Endi bu qo'y ham bir jijida kapta. Aka, gapirolmaydi buni. Jonivorlar shu aytmayapti deyilmaydi aka. Selmay qolishi mumkin aka. Aybet qonni o'rib qolishi mumkin bo'ladi. Oshqozoni hazm bo'lmay qolishi mumkin. Ichi o'tib buni qo'yib ketishi mumkin aka. Sekin borib oldiga quloqni ushlab ko'rib, o'sha diagnozni qo'yamiz biz. Qo'ldan kelgancha ma'lumotni beryapmiz aka. Endi bu kimgadir yoqorloqlar, kim atirgul shaydosi deydi-yu. Biz endi qo'limizdan kelgan ma'lumotni berib, o'zimizni fikrimizni bildiryapmiz-da obunachilarga. Bilmagan odamlarga balkim bildirarmiz. Hop, biz bilmasak boshqalar bizga bildirar aka. Kommentariyaga yozishsa yaxshi bo'ladi. Kommentariyaga yozishsa men o'shalarni bilib men o'zim olaman-da aka, to'g'risiga o'shanga. O'zim yana ham qo'y boqish tajribam oshadi. Ham fikr almashuv bo'ladi. Ham fikr almashuv bo'ladi. Xudo xolasa, lekin qo'y boqqan odam aka kam bo'lmaydi. To'g'risiga. Biz mana shu qo'ylar qasam mana shu kiyib yurgan kiyimimiz ham, kiyib yurgan to'pimiz ham, hamma yo'g'imiz ishlab turgan telefonimiz ham, hattoki mana shu ham qo'yni puliga kelgan aka. To'g'risiga. Hamma narsa qo'yda baraka. Qo'y uyingizda bir qo'y tursa, bir qandaydir bir narsa kelsa, xosiyasi narsa kelsa, bitta qo'yni o'lib qolsa, shu qo'yda chiqib ketadi-da shu narsa aka. Boshqa odamga urmaydi. Ulgami, qizgami, mashinagami, nimaga bo'lsa ham shu qo'y bir kasal bo'lib qolsa, shu xudodan ekanini qo'yasiz. To'g'risiga. Shu qo'y shu yana takror aytaman aka, qo'y turgan uyda baraka. Dangalga borib biz shu narsani yetib bilganmiz-da. Shu bilganimiz uchun sizga biz aytyapmiz. Aka. Endi sizga bitta savol, haligi qo'y boqishda boshlanmay turgan akalarimizga qanday qo'y boqishda shu pul bor, lekin pul bor aka, pulni ham bosib qo'yapsiz-da dollar qilib. Bundan ko'ra qo'yib boqib qo'ying. Qo'yda baraka, pul qo'sh dollar aka. Bir oyda 20 ming 30 ming qo'ysa, bu qo'y jami bir oyda 400 ming 300 ming 400 ming qo'shadi. To'xtang, endi 40 tasini 10 ming dollarga olganman deyapsiz. Hozir kunda premenning narxi qancha foyda qilgan bo'ladi? Necha oy bo'lgan bo'ladi? Shunda 1.5 oy. 1.5 oy. Hozir mana shu taxminingizcha 10 ming dollarga olgan bo'lsak, yem-pimdan necha pulga olish mumkin?
Olaveradi bir aka 12,5 ming 13 ming dollarga. Sof foydasi, ha? Sof foydasi, ha. Yemlaridan tashqari. Ha. Misol bir 7-8 millionlik yem yeganda hisoblagan taqdiringda 15 million 18 million foydasi bor qo'ylar. 20 million. 20 1,5 oyda ichida taxminiy bu foydasi. Taxminan bo'lyapti aka. Lekin qo'ylarimiz zakonni o'zgardi. Dangalga aka qo'ylarimiz zo'r o'zgardi. Keyin qo'ylar bir xil o'zgardi. Bir 4 tasi past bo'lib qolib, bir 6 tasi u bo'lib qolib, halaga nimasi bo'ladi? Har xil o'zgarmay qo'ylarimiz teng ketyapti aka, hammasi. Qo'ylar bo'yi aka eng kichkinasi 77 sm, oldi aka 85 sm qo'chqorlar. Biz sog'liq boqmaganmiz aka. Kimdir sog'liq boqadi, kimdir qo'chqor. Mana shu qo'ylarni ham ko'ringda. Mana shu qo'ylar ham kelganda kichkina edi-da. Hozir mana dumba so'varibdi jonivorlar. Hammasini xudo xolasa hammasi yaxshi. Ichidan ham bitta ikkita zaruriyat bo'lsa so'ysangiz ham bo'laveradi o'zingizga. Ehsonni o'tkazaveradi aka. Biz ehson qilsak ham, to'y qilsak ham, yo'riq qilsak ham, sovuq mara ko'p qolsa ham o'zimizdan chiqadi. Biz pul ko'chadan sotmaymiz qo'ydi. Shu o'zimizdan chiqarib, so'yib, buni qilamiz. Endi kimdir ko'p akammi, ukammi, kimdir ko'payishi mumkin, singillar, to'g'rimi? Bir sovg'a qilib berishi mumkin aka. Baribir shu qo'y oqqan aka, qo'y boqqan odam baraka topaveradi. Dangalga bor hali mansaba bir har xil negativ bo'lishi mumkin. Lekin biz u negativlarga quloq solmaymiz aka. To'g'risi gap. Gap yo'q. Lekin qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni berdingiz. Berdim aka. Endi kammi, ko'pmi? Endi biz haliga nimasi bo'ladi biz? Ozgina hayajon bo'lyapti. Ha, ozgina hayajon ham bo'lyapti, lekin sotuvga qo'y chiqarsam aka hayajon bo'lmaydi. Endi bu o'zimiz narsalar uchun, haliga xona sotlik uchun endi anaqa bo'lyapti aka. Shu qo'limizdan barcha kelgan ma'lumotlarni berdik. Xudo xolasa o'z fikrlaringni aka taklifni onavunda kommentariyada qoldiraverasizlar. Kommentariyani o'qib biz o'zimizga izoh olaveramiz. Xudo xolasa. Gap yo'q. Sizga ham rahmat, shunchalik vaqtingizni ajratib. Endi aka ba'zi tovuqlar ham bor. Jo'jalar bor, ularni ham ko'rsating. Hamma yo'qdi. Mana shu mana 35 so'tmi, 38 so'tmi bog'imiz boshlaydi. Lekin kunimizga ham mana shunda aka ketdi mana. Mana shunda suv quyamiz, 200 litr. Mana bochkalarni ham aka 40 ta illa qo'yganmiz. Tayyor qilib. Ha. Hali neytdan quysa sekin tushadi-yu. Medan qilib tez tushadi aka. O'zini rejimi bor ekanda buni tayyorlashda. Ha, rejim bor mana. Yem ham sekin qaynayapti. Ertalabgacha pok etdi. Nonlari ham erib, bug'doylari ham shib, mana egalar. Kechasi bilan yonib chiqar ekanda, buni hech kimga xalaqit bermaydi. Hech kimga xalaqit bermaydi aka. Sop qo'yasiz, o'zi sekin yonaveradi. Tayyor o'zini qo'ydi qiyi. Meni ko'chaga olib chiqib kel, meni magazinga olib chiqib kel demaydi-da. O'zi sekin yonaveradi aka. Aka, shu bilan video syomkamizni tugatamiz. Bugungi videolarimizga shular. Bugungi videolarimizga shular. Xudo xolasa yana ham qo'ylar sotib shu yana ko'paytiramiz aka. Yana bir oydami, 25 kundami chaqirib yana bitta video qilib berasiz. Qo'ylar yana bir o'zgarganini ko'rsatamiz. Har bir oyda bir syomka qilib turamiz. Har bir oyda bir syomka qilib turamiz aka. Xudo xolasa mana qo'limizdan kelgan barcha ma'lumotni berdik. To'g'risi aka. Balkim yaxshi bilarmiz, balkim bilmasmiz aka. Buni kommentariyada chiroq yozib, otangga rahmat deb like bosib aka, qo'y olamiz degsa telefon qilishaveradi. Xudo xolasa sotuvda qo'ylarimiz ham bor aka. Shu birinchi qo'y shu boqishni boshlayman degan akalarga bu qo'zi olib boqing. Chunki qo'zi ham nima bo'ladi? Narx qimmatlaganini hisobiga ham foyda qilaveradi. Kun o'tgan sari ham foyda qilaveradi aka. Hozir qo'y bundan buyog'i tushsa, ko'tarilsa ko'tariladiki, lekin tushmaydi. Mana hozir bugun biz narx qo'yib kelayotgan bo'lsak, bugungi bilan ertani anaqasi narx bo'lmayapti-da. Misol bugun 300 mingdan kelgan qo'yimizni ertaga 3600 mingdan olib qo'yapmiz. O'sha qo'zob boqsa aka, shu nima bo'ladi? Vaqt o'tgan hisobiga ham, narx qo'shilgan hisobiga ham shu foyda qilib ketishaveradi. Ha, keyin odamning o'ziga qiziqish bo'ladi. Ha, foyda qilyapman, ha, yana olayin deydi. Keyin o'zi ketaveradi. Xudo xolasa endi qo'ldan kelgan ma'lumot shu aka. Xudo xolasa chiroyli qilib duoni qilib, kommentariyaga yaxshi so'zlarni yozib, like'lar bosib qo'yishaveradi. Endi qo'limizdan kelganicha shu aka. Video syomkamizni tugatamiz.